Yaxshilikka nisbatan qalbimizda doimo intilish bo'lishi uchun jannat ne'matlarini yodda tutmoqimiz lozim. Yomonlikdan tiyilishimiz uchun esa doimo do'zax azobini eslab turishimiz kerak. Jannat ne'matlari, sut va asalli anhorlar, aynib qolmaydigan suvlar hamda ichuvchilarga lazzat bag'ishlaydigan sharoblar bor. U yerda xurmo, uzum va anor daraxtlari, shuningdek har turli mevalar mavjud. Jannatda birining ustiga biri qurilgan qasrlar bo'lib, ularning bir g'ishti oltindan, bir g'ishti esa kumushdandir. Jannat ahli to'planadigan bozor bo'lib, u yerda uchrashganlarda birining so'risi boshqasining so'risiga yaqinlashadi va o'zaro suhbat quradilar. Jannat iqlimi, u yerda na quyoshning qizdirishi va na qahraton sovuqni ko'radilar. Ibn Abbos roziyallohu anhuma jannatdagi vaqtni tong otgandan to quyosh chiqquncha bo'lgan paytga o'xshatganlar. Jannat ahli va do'zax ahlining taomlari o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Jannat ahli o'zlari tanlagan mevalar va ko'ngillari tusagan qush go'shtlarida tanovul qiladilar. Do'zax ahli esa na semirtiradigan va na ochlikdan qutqara oladigan tikonli, zaharli o'tdan bo'lak taomlar yo'qdir. Zaqqum daraxti gunohkorlarning taomidir. U xuddi erigan mis kabi qorinlarda qaynoq suv qaynagandek qaynaydi. Jannat ahliga u yerda aralashmasi zanjabil bo'lgan salsabil deb nomlanuvchi chashmalardan qadahlar uzatiladi. Shuningdek, kofir aralashgan ichimliklar ham bor. Ular shirin va yoqimli sharoblar bo'lib, aqldan ozdirmaydi va qorinda og'riq paydo qilmaydi. Ammo do'zax ahlining ichimligi yiringli suvdir. Uni yutishga urinadi-yu, ammo tomog'idan zo'rg'a o'tkazadi. Unga har tomondan o'lim keladi, lekin u o'lmaydi. Ularga qaynoq suv ichirilganda, u ichaklarini bo'lak-bo'lak qilib tashlaydi. Jannat ahlining liboslari ipakdan bo'lib, ustlarida yashil sundus, yupqa ipak va istabroq qalin ipak kiyimlar bo'ladi. Kumush va oltin bilaguzuklar marvarid bilan bezatiladilar. Robbilari ularni pokiza sharob ila sug'oradi. Jannatdagi tubo daraxtining shoxlari va g'unchalaridan jannatiylarning liboslari chiqib turadi. Do'zax ahlining liboslari ular kishanlar bilan zanjirlangan bo'ladilar. Ko'ylaklari qatrondan va erigan misdan bo'ladi. Yuzlarini esa olov qoplaydi. Kofir bo'lganlar uchun olovdan kiyimlar bichiladi va boshlari ustidan qaynoq suv quyiladi. Jannat ahlining yuzlari u kunda porloq, kuluvchi va xushnud bo'ladi. Ular ne'matlardan mamnun va rozi holatdadirlar. Yuzlari yam-yashil va yorug' bo'lib, o'z Robbilariga boqib turadilar. Allohning jamolini ko'rish jannatdagi eng buyuk ne'matdir. Do'zax ahlining yuzlarini esa u kunda chang, g'ubor va qorong'ulik qoplaydi. Allohga qarshi yolg'on gapirganlarning yuzlari qop-qora bo'lib ketganini ko'rasiz. Olov ularning yuzlarini kuydiradi va ular u yerda burishgan, yuzlari buzilgan holda qoladilar. Jannat ahli so'rilari, ular qalin ipakdan bo'lgan to'shaklarda yonboshlaydilar. Ikki jannat mevalari esa ularga yaqin egilib turadi. Ular oltin bilan to'qilgan taxtlar ustida bir-birlariga ro'baro holda yonboshlab o'tiradilar. Do'zax ahli joylari, ularning joylari do'zax olovidan bo'lib, ustlaridan ham olovli soyabonlar qoplaydi. Zolimlarni mana shunday jazo kutadi. Farishtalarning jannatiylarni kutib olishi bilan do'zaxiylarni qarshilashi o'rtasida juda katta farq bor. Jannat ahliga Robbilariga taqvo qilganlar guruh-guruh qilib jannatga olib boriladilar. Unga yetib kelganlarda jannat darvozalari ochiladi va uning qo'riqchisi farishtalar sizlarga salom bo'lsin, xush keldingiz. Jannatga mangu qoluvchi bo'lgan holingizda kiringiz, deydilar. Farishtalar har bir darvozadan ularning huzuriga kirib, sabr qilganingiz sababli sizlarga salom bo'lsin deya qutlaydilar. Jannat ahli u yerda bekorchi va gunoh so'zlarni eshitmaydilar. Faqatgina salom, salom degan so'zni eshitadilar. Robbilari ham ularga salom yo'llaydi. Do'zax ahliga, farishtalarga uni ushlanglar, so'ngra kishanlanglar, keyin do'zaxga tashlanglar deb buyuriladi. Ularga tatinglar, mana shu qaynoq suv va yeringdir deyiladi. Do'zax dahshatidan ular ey Molik, Robbing bizni jonimizni olsin deb faryod qilganlarida, u sizlar bu yerda mangu qoluvchisizlar deb javob beradi. Farishtalardan azobni loaqal bir kunga bo'lsa ham yengillashishni so'rab nido qiladilar. Biroq farishtalar ularning g'am anduhini yanada orttiradigan javoblarni qaytaradilar.